Qatlarlar mana. Ish tugadi xudo xolasa. Dilshodbek 2 og'iz. Mana birodarlar, inshaalloh hasharimiz davom etmoqda. Sultonmurod akam mana ish qilayotgani olinib qoldi. O'zi ish qilmayapti o'zi. Olinib qoldi mana ish qilayotgan. Mana tomda shunchamiz ish qilyapmiz, lekin bu yerga odam kam, yetishmayapti, lekin yetlayapti. Harakat qilyapmiz shu to'plab. Onu men Ay bolalar. Bu bolalar. Mana o. To'lla bo'lib ketyapti mana. To'da ayol. Bu nima desa yuk deb borasan. Zo'r joylashdi biz. Soha, mana abas. Bariga mashina. Qo'llarim mashina qilib olib yuraman. Kechasi simni qoladi. O'z mashinamdagi. Abdulla oldida, Abdulla oldida mana. Abdulla men oldinda qo'y. Assalomu alaykum. Ilohim akam bo'ldi mana. Biz oltitamiz ketyapmiz bitta mashinada. Assalomu alaykum. Aka birodarlar, yaxshimisizlar? Ko'chat ekkani keluvdik. 5 ta odam bo'pmiz. Tezlab boringlar endi, boshlandi mana ko'chat ekish. Soat 8 da kelganmiz. Burchagini chiqarib endi boshladik mana xudo xolasa. Tezroq kelmasanglar ham ekib boramiz, keyin qurib qolasizlar ham ekishdan. Soat kelisha olmay qolasizlar mana. Mana qilib kavlash kerak ekan mana. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري. İnşallah mana qaytdi oramizga. O'zi mashina meni markablarda meni aylantirib yuribdi. Alloh taolo yaxshilikni mukofoti yaxshilik degan. Inshaalloh mana akam yana meni aylantirib yuribdi. Mahalla men akamni aylantiradi. Sizlar duoinglar bilan. Mana jo'ralar duosi bilan inshaalloh bor bo'lsin. Assalomu alaykum. Hojigalar yaxshimisizlar, tinchmisizlar hammanglar? Kirib kelayotgan qurban hayitlar bilan barchalarni xonadoninglar tinchlik, omonlik. Hojigalar bilan. Yetmadimi? الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب.